Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne streshga chiqib qolibman. Ne mashina bas, ishchi mashina. Sen bana yomon zarar ko'randa bo'lsande. Mashina qani? Metalonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Ben benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytakcha kiyadigan shuni. Shu bolam oxiri o'liksa qo'yaveraman de. Molxonada benzin bor. Dada hojatga kirib, yigitni bitta yoqdim. Haligi benzin bor edi, yo'li ketib qoldi. Zarar ko'randa jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kemi? Pajharnidan keldik. Molxonangiz yonayotgan ekan. Yo'qol. Tushuntirishati yo'q, men bo'lmaydimi dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi?